أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر. Bu fasıl ro'zani buzilgan narsalar haqida to'xtalmoqchi. Jima qilgan kishi yoki jima qilingan kishi aldoqlarning qaysi jima qilinib qolsa, qasddan jima qilib qolsa, ro'zlar holatda yoki tamoq, sharob yoki dori yeb ichib qolsa, buni hukmi alayhil qado. Shu kunki ro'zasi buzilgan bo'ldi, buningga bir kun qazo qiladi. Vel kaffara, kapparat berish vacib bo'ladi. Mislul muzahiri, zihar qilgan kishiga kelgan kapparatga o'xshash. Ya'ni oldidan atqu raqaba. Atqu raqabadan keyin faman lam yajid fasiyam shahrayn. Faman lam yastati' fa it'am 60 miskina. Ayatul zugha wallazina yudahiruna min nisaihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. Ondan keyin oyatning oxirida فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. Qul azat qilinmagan kishi, uni iqtisodiy qurbati yetmagan kishi 2 oy arqa ro'za tutadi. Uzib qo'ysa bo'lmaydi. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. 2 oy ro'za tutmasa 60 miskinga tamoq berdi. قال: ولا خلاف في وجوب القضاء ووجوب الكفارة بالجماع. Jima qilish bilan shu bir kunni qazo tutish kerakligida, kapparatning vojib bo'lganligida ixtilof yo'q. Yani ulamoning o'rtasida bunda ixtilof yo'q. Lekin ba'zi ulamolar shu bir kun 60 kun deb qo'ysak, 60 kunga qatlab 61 kun bo'lamdi yoki shuning ichida shu bir kun bo'ladi, topilishi mumkin. Ammo qazo qilish kerak, kapparat keladi deganda ittifoq. Yana ma'jins bir nuqta bor. Mushu ro'zini mushunda narsalar buzib o'tgan taqdirda kapparat keldiganligi mush Ramazon xos. Masalan, Ramazonning sirtida dushanba, payshanbani yoki qazo ro'zini yoki nazrni, kapparat ro'zini tutayotgan chog'da mush ishlar bilan buzib qolsa, bunda kapparat kelmaydi. Bu Ramazonning ulug'ligidan, Ramazonning hurmatini buzganlik jinoyatiga qarta berilgan jazo. Ya boshqasida qazo keldi. Chunki bu yerda Ramazonning hurmatini buzganlik jinoyati eg'ir o'g'achqa shunda kelgan. Boshqa Ramazon bo'lmagan ekan, unda kapparat yo'q. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: وقعت أهلي في نهار رمضان متعمدا. أجبر أعرابي كلاب من رمضان دا أيالم بلن بلولب قلدم yoki ahlaktu degandek iborat bilan kelgan bo'lish. Buni degan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga a'tiq raqaba degan. Qul azat degan. Shu hadisning oyig'idimi a'tiq raqaba degan men bir qul azat qilmayman, uni 2 oy ro'za tutgan shu hozirgi kashil shu ro'za tutgandan keldi. Unda tutib qolmayman degan ekan. Unda 60 miskinga tamoq bergansa, Madinanki u qarasaydin ma qarasaygacha unda surishtirib kelsa, mendan faqat odam yo'q. Yani unda tutganda birisi 30 kilo atrofida, 15 kilo atrofida bir soat qo'lga kelgan chog'da amani sadaqa deb keyin shu eng kambag'alman degan ekan, o'zing yeganimizda. Oxiri shu bir soat qo'lni ko'tarib ketgan. Ramazonning qazosini qasddan buzsa, ya'ni Ramazonning sirti tutgan ekan bu qazoni kelmaydi. Ramazon oyida ro'zni qasddan buzitish bo'lsa, andin o'sha ig'ir
kaffara qiladi. Uzib qolsa yandan boshlaydi. Faqat unda islom ruxsat qilgan, eg'zasdan bo'ldi deb ruxsat qilgan kunlar, masalan, ro'za Eid, Qurbon Eid, ayyam tashriq 5 kun deb-ku, ba'zi 6 kun deb qaraydi. Shu kunga ruxsat bor. Shu kun udul kelib qolsa, arliqni uzib qo'ysa mayli. Ama onundan başladı, üzülüp kalsa, yani yeni başlardan başlaydı. Ama bu anda başında bir ığır kaffara. Ramazan khas. Ramazanda tutkan perez rozunu buzğanğa khas denir. Muzahir olsa roz tutsa, yine birinci hadis başla. Şuna ayırdı bak. Hazır etki rakaba diyenge hadisinin derlekilep, keyin şahreyn mutatabeyn diyenge yani etki rakaba yani bir hadisinin izlegendek bir ahval. Emlette şu hadiste misbah. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر. Bu acıra hadis. Şu aş birinci hadisin için tutan bolsa bu avarçılık yoktu. Lekin hadise eklişte cimadan başka yep içiş bilen rozu buzuvasımı bunda o'xshash kildi degan ifodalash uchun mushunga muhtoj. Men aftara mutlaqo eg'zechvasa hozir bu yerda أو أكل أو شرب ده بيسموه شو قطع سناب أش كفارة الجماع أوش أشكال بودر مشندا başka distin ekemse distin ekelse bu حالة خاصة بالجماع جماع وقالكده bunda eğirkegen ama yepse bunda eğirkenmeydo kazasından kesin bunda kafaret kenmeydo değişmiyor. Şafii mezhepte şimdi karış var. Anlaşada men aftara mutlaqan eg'zichi tutqasa dedi. Lekin bu hadis bak azra qilish mumkin yoki bu hadisni men aftara desak aftara bil jima' fi nahar Ramazon deb bunda muqaddar qilib tushunishimiz mumkin. Ikki ro'za tutdi dedi. Wa la yushtaratu al inzalu li wujud al jima' dunahu. Jima' qilsa u mani chiqish shart emas. Meni çıkmışmı cima çıkan olduğum boğaçta cima kıyandikillam rozu buzuldu deyimiz. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدبر اعتبارا بالحد. أنا ما إمام أبو حنيفة كأجان ما روايات ظاهر روايات باشقة أجرب روايات bu mesela livat mandabır işlida ahtarakka cima qilgan ahvolda kapparat vacib bo'lmaydi. Nima uchun esa buningda zina belgilangan ig'ir jazo ijro qilmaydi. Faqat buni ta'zir beriladi. Undan keyin buningda kapparat verilmesi lazım. Çünkü kapparat degan hududga bitgan, chiqishda ma'nal uquba degan bir rivoyat keldi. Lekin was-sahihul awwalu, lekin ashu birinchi qarash ashu Hanafi mazhabda to'g'ri qarash shu. Liqada ash-shahvati alal kamal. Chunki bu livat ahvollarda to'liq shahvatini qondirgan ahvollar bor. Demak, mushunda ahvolda kapparat vojib bo'ladi demak. قال وأما المرأة فيجب عليها إذا كانت مطاوعة. Ayol kishimi o'z rozi bilan bo'ysungan bo'lsa erga, o'sha Ramazonda bil bo'lgan ahvolda ayol kishimi ayrim kapparat qiladi. Bu mahallal xilaf. Yani ijmo yo'q bunda. Şafii mazhabi boshqa qarashlar shu er kishi kapparat vosib bo'ldi deyish mumkin. Chunki o'sha hadisda şu er kişinin kapparat ürüşü değildi, sen ayrım kapparat ürüşse, ayağının ayrım kapparat urdu, kapparat ketidu degendek tafsili bayan kılmağın. İmam Şafii'nin kaidesi terkil istifsal fi makamil ihtimal yufidu umumul makal degendek bir kaidesi var. Yani şu ahvalda aşk kişiye nispeten sen yalnız bir kapparat verirse ayağın yalnız bir kapparat, bir de ayrı iki kapparat ketdiler, bir anlığı birde degendek ahval yok. Bunu tafsili bunda tercümey, bir kapparatning ham gapini qilib yo'lni sağgan ekan, mushu ikkalanga bir kapparat ketdi deganlik bo'ldi deydi.
Ama bir mazhabda ve emmal mar'atu feyijibu aleyha idâ kâne mutâvi'atan ayol kişime kapparet vacip buldu. Li umumul hadis thani. Çünkü ikinci hadiste lafzı umum. Men aftara. Men aftara. Şoma ikinci hadisne ne için atayten ekelde lazım bulduğunluktan. Mişin lafzı lazım bulduğunluktan. Muzahir kıyas kılışı İşkay yoki atqaraqaba 60 miskin degan shunun vojib bo'lishiga qiyos qildi. Ammo bu yerda kimni qiyos qilyapti? Ig'za chiqadimi? Har qanday odam bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, er kishi bo'lsin, mana qiyos qilyapti. Maqis alayhi muzahir. Lekin bu yerda qiyosligini al-muftar. Ikkinchi hadisning umumi shuni ko'rsatdi. Va li anna hadha al-fi'la yaqumu bihima. Chunki mushu ish ikkidan birlik qilish. فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحد. Ondan aşağıkişke vacip bolğan işlarning hammasi ayol kishiga vacip bo'ldi. Masalan, er kishi yuyinadigan bo'lsa, ayol kishi yuyinish lozim. Agar zina ahvoli sodir bo'lgan bo'lsa, bireylin shamga satdi va jald urish bo'lsa, buningmi shunda o'xshash jazo keladi demakchi. Davomli kaffaratmi er kishiga o'xshash keladi ayol kishiga deydi. وإن كان مكرهة لا كفارة عليها. بس كنسلق شرغان يا كزورلنغان الكشلب قاسا من كفارة كما يدون. كما في النسيان خد مثلا انتقاغان أهوالدا انتقال قياب الشيب جماع قيسا رجزمته لما ونقول كم بو أهوالدا كفارة كما يدون لاستوائهما في الحكم بالحديث. çünkü bu ikisi hadisning lafzi bilan hukmi o'xshash. أبر hadisda keldiği رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. Şu yerde nisyan bilen ikrahını bir qatada sanıgan. Davamlıken bir kapparet bilen günah ikisi çıkıdı doğru demek. Yani primazda çıktığını ayırıp ikrah olsa ya da günah bulmaydı, kapparet mükemmeliydi o. Çünkü cinayet şekillenmedi hazır. İkrah olmadı. Kaza kılıdı. Fakat günah olan kapparet yok. قال ولو أكرهت زوجها فجامعها يجب عليهما. Eğer yerine cima zorlagan bolsa her ikisi vacip buludu. Bu ayol kişiyle er kişi bunun okşamayı doğru demek. Fark tutudu. Ve an Muhammedin la keffarete aleyhi lil ikrah. İmam Muhammed zorlanan iken zorlaş degan şu mezmun bolsa mecburlanan bolğaçqa o er kişiga mo keffaret kelmaydi. Hangi mazhabda muşqarash bo'yicha fatvo berdi. Yani va alayhil fatva deymiz. İmam Muhammed'dan qarış. Yani er kishi bilan ayol kishi o'xshash deb shu asos fatvo berildi. Walau alimat bi tulu'il fajri dunahu. Ayol kishi tong atganligini bilibdi. Va katamathu lekin tong atganda demaylam, eriga demaylam hatta jama'aha. Eri ayol bilan birga bo'lgan bo'lsa, bu ahvolda ayoli tong atganligini gapini qilmagan bo'lsa, fal kaffaratu alayha khassa. Bu chaqda kaffarat aşı ayol bilan keldi. Çünkü bu ayol qasdan birga bo'lgandek. Günah mush ayolning tarafida bor. Her kishi bo'lsa xatolik tarafi bor. Xatolik bo'lganki o bir kun qazo qilsa bo'ldi, lekin kaffarat ya günah degan narsa yo'q. وأما وجوبها بالأكل والشرب بالغذاء والدواء أما يد طماق ياك دور يبسكن شغدا كفارة واجب بالغلق كاسك للحديث المتقدم أش من أفطر ديان حديثك أساسا وهذا قد أفطر ما نبوك شما دور إشكن كشي يبسكن كشي إغز إشوته لأنكن كفارة كل دينس. Yani hazır aşağıdısına ekilişinin sebebi mi? Muşu mesele. Mağanında bazılar, İmam Şafii'deki bazılar kefaretil cima kılmaydı deyişim. Yani bir mezhepte kefaretil cima kıldı. Çünkü men aftar dedi, iftar buldu demiş. Roz tüyegen bolsa, bazı kişiler olmasın, böyle ketkişi sakaymayısız deydiğen. Ömür oyan davam dariş tuğusu bulmaydıgan keselli var. Bunda davamlıq roz tutmay fidye berip yaşayışı halması mümkün. Ama roz tutmay. Anta sumu hayrul lekum.
ro'za tutman deyishi mumkin. Ro'za tutgandan keyin hech narsa yepishmay, quruq tablet donlam ishtatsam, ro'zam buzildi dedi, buzildi. Hatto shuni yaqin biraylar so'rabdi, buzildi desam, unda darissa buzilmaydi deb fatvo berganlar borki, men izlab qolsam, Marakash tarafdagi bir ulamo tablet dorini ya kapsul dorini suvdan emas quruq, shundan ishtatsa, o'z buzilmaydi deb fatvo berib ekan. Şu fatvalar shunda anlanmagan. Lekin to'g'risi bu doğru ish bilan sunnat. وروى أبو داود رحمه الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شربت في رمضان فقال من غير سفر ولا مرض قال نعم فقال له أعتق رقبة. Muş hadisdimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelgan kishi Ramazonda bir narsa ichib soldim desa, safar yoki kasallikka olib bo'lmagan chog'da shunday bo'ldimi desa, degan. Ular bir kunni ozod qilgan deb buyurgan. Va hada nassun fil bab. Mushu babda aniq nas darajalik hadisdir. Lekin bu hadis aciz. Yani nas bo'lgan bilan, sarih bo'lgan bilan sahih emas. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. كفارة كان مش اشترك ناس البلدون دتكين هزتالي. لكن بلندمو سند عجزلق با يعني مش موقوف رواية ما عجزلق با. فإن حاضت المرأة أو مرض الرجل مرضا يباح له الفطر سقطت الكفارة. منا eğer ro'zni ichib buzayotgandan keyin kaffarat vojib bo'ldi deb ama lekin kaffarat berib bo'lsa bu ayol kasal bo'lib qoldi. Yak er kishimi Ramazonda ichishga ruxsat qildik darajada eğer kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lgandan keyin unda kaffarat tushib ketdi deydi. Saqatatul kaffara. Kaffarat tushib ketdi, lekin ig'iz ochgan chog'dagi gunohi bor. Bu xuddan kaffarat to'lmasam mayli bo'pti degandek bo'ladi. Lekin ro'zni yeb ishib buzayotgan chog'da gunohkor bo'lgan. Masalan, boshliqqa yeb ishsa kaffarat vojib bo'ldi. Yani yeb ishdi kaffarat vojib bo'ldi. Ammo shu kuni kaffarat vojib bo'lgandan keyin hadatul mar'a aw maridar rajul. Mushkil ahvolda bu kishilar normalda shu kunni ro'za tutmasi bo'libdi. Masalan, haydavu tutmaslik lozim. Tutmaydi. Eğer kişi ağrıp kalan takdirdimi o ro'za tutmaydi desa ruxsat berdi. Davom ekan bu anda ro'za tutmasimi ruxsat qilingan holatga o'tib qoldi deb kaffarat bermasam mayli deydi ekanmiz. Sağ ro'za tutibdi. Yeb ishib buzatdi. Buzatgandan keyin ondan kasal bo'ldi. لأنه تبين نمشن عند كفارة تكت دايمازا çünkü keşte karısak, gün patlısı karısak nima ayam buldu? Aşkın aslında bu ro'za tutmas ruhsat kılman günken. Yani çokum ro'za tutsun kerek diyen gün emasken bu. Ig'izda ichishma ruhsat kılman günken. Vel keffaratu innama tecibu bi ifsadi savmin mustahaqqin aleyhi. Kaffarat degan tutishi vojib bo'lgan ro'zni buzatish bilan bo'ladi. Bixilaf safar. Yani bu mustahaqqan alaydigini mishada tutishi vojib bo'lgan kunkan degani bu shu Alloh taolaning ilmida shunday. Lekin bu ig'izni ichayotgan chog'da shu kuni ro'za tutmaslik ruxsat bor kun menga deb bilmaydi bu. Shunga hozir bu bir xatolik qilganlik aniq. Yani gunoh ishlangan aniq. Lekin keyin qarasak Allah Teala'nın ilmi bizge bu adamı kesel kılış ve ayiz keltirişinden ilmi ma'lum bulduğu. Ma'lum olan karışak aslı bu gün bu kişi ro'za tutmaydigan kun ki. Davom ekan kaffaratni bansan buldu deymiz. Vel kaffaratu innama tajibu bi ifsadi savmin mustahaqqin alayh. Kaffarat degan tutishi vojib bo'lgan bir ro'zni buzib qolsa ondan keladi. Qarsak bu vojib bo'lmagan ro'za ekan buning haqida. Bixilaf safar, uni safar olti buni o'xshamaydi. Bixilaf safar degan saq
va muqim turib ro'za tutdi va ro'zani buzib o'tgandan keyin kapparat to'laydigan chog'da aytdi o'sha kelib bu g'achchi safarga chiqib olsam kapparat to'lamaydi deb shundan g'achchi biltiriblam safarga chiqibdi kechgacha. Demak bu shu ro'zani buzib o'tgandan keyin safar qilib olsa bunga o'xshamaydi. Li'annal kaffarata wajabat haqqan lillahi ta'ala. Chunki kapparat bu Alloh taolaning haqqi sifatida vojib bo'lgan. Fala yaqdiru ala ibtaliha. Shunga uni ya'ni kapparatni bika qilib o'tmaydi. Hozir bu banda bika qilib o'tish masalasi. Oyada Alloh taolo o'zi bika qilib o'tgandek, ya'ni kasalni berib Alloh taolo o'zi bika qilib o'tgandek bo'ldi. Lekin bu yerda bu inson o'zi bika qilmoqchi. بخلاف الحيض والمرض لأنه ليس منه. وهيزلن كسلك وإنسانن قل دمسته. إنسانن كأجن أهول مسته. الله تعالى دين كأجنته. شو مثلا غاتشوز نمشي كشاف تطلم يا داري أطلم أغرب قاسا يعني كسل بلواسا وكشاش. çünkü bu üzül bulvağın nasa. قال ولو سلوفر به مكرها. مجبور سفرge edip çıkılsa la yesqut aydan kappara saqt bo'lmaydi. Majbur edib chiqishmasdan tutuplamasa o'limga kelib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki iri ayolni ma'bgan falanlar ma'muzda bilan ilib ma'ngan bo'lishi mumkin. Yoki askarlar olib qolsa shu kuni qo'mondan biri qilib falanlarga otlanib bilan ketgan bo'lsa o'sha kappara chiqib ketmaydi. Nima uchun? Chunki safar degan o'sha bandalarning ishidan keldi bu. Aşı mecburluğun kişiye insan, bende. Doğru, bendeler bika kılıp ötenmeydi o. Neyse. Osmanlı'nın karıştır bak. Bizden bu meselelerde, her bir meselede başkalarının karıştırılan mansap, birincinin bazı balının salıklarlısı koyup mümkün. Deliller bir girer mümkün. Seliştirme belki uzra gidiyor. Biz başını tartıp bir neçe meselede her bir ders birer meselede tefsiri toxtalab qarashini dalilini bayon qilmasa kitob salatda jiqanda to'xtaldik ku. Yani to'xtalab bu ixtilof masalalarining tabiiyati miyadimga ekan deb bir ishonch bo'lsin, namuna shaklda o'qimaydi deb bunda tafsili dalillarni her bir masalada masalan ya 5dan 6dan qarashli va har bir qarashning 4-5dan dalillari oldu, uning raddiyalar oldu, oyunda qilib mangan. Hozir bu kitobning nusxasi bo'yicha ketib boramiz. Wa qala Zufar rahimahullah tasqutu kal maradi wal hayd. Zufar rahmatullohi alayh kesal bilan hayzga qarta biz kapparat chiqib ketdi degan bo'lishqa majbur safar qilgan ahvoldimi chiqib ketdi debdi. Va javobuhu annahu hasala min g'ayri sohibil haqq. Biz Imom Zufarga qarta bergan javobimiz bu haq egisidan kemmadi bu ruxsatadir. Yani isqat haq egisidan kemmadi. Fala yuj'al udra. Do'nki bu özri hesaplanmaydi. Bixilafil marad vel hayd. Başkası özri hesaplanmaydi. Ennehu hasala yani enne sefara hasala min gayri sahibil haq demekçi. Allah Teala qala ve in jama'a fima duna sabileyni أو بهيمة أو قبل أو لمس فأنزل فيما دون السبيلين أنا ألداق ترك جماع الماء بجماع ديشمان بر مجازي أتاش كلش ممكن بجماع مسألة ده أشندا بر أهوال بوسا ومن يشتغل مكشنشته فأنزل ديانا شو تتبشنا مسكة شتشلا أنا بر سرقل شلاب من يشكسه أو بهيمة يا كي bir hayvanga çekilip koygan ahval bulup kalsa mani çıksa ev qabbala söyse mani çıksa ev lemasa ya tutup kalsa mani çıketse fe enzela müşemmiz setişler mani çıketse o çağda ruhusu buzulgan buldu kaza vacip buldu şunama yaparakim meğerden de kaza vacip buldu dedi fe enzela bu tüyde bunun için bazı halal işli var, bazı haram işli var.
Cema fîmâ dûne sebîlen mesela arayalı olsa bu günah şey emas aslında. Ramazan'ın ro'zasi meni chiqishidan buzib ketgan ahvol bor. Bahimasi bu günah bor bir tarafdan, yana bir tarafdan irziq. Ro'zni buzish günah, ikki qat günah bo'ldi. Qabbala ulama sabu o'zining ayoli bo'lishi mumkin. Qala aw ihtaqana hukma degan aslida oqi maqat tarafga doğru bir narsani selishni ko'rsatdi. Yani kirizm qildi deymiz. Bu masalan ba'zi zaharlik buni iste'mol qilib qolgan yoki qavziyat bo'lib qolgan, imsak bo'lib qolgan, tarif qilmay qolgan kishilarniki oqiratdan bir doğru silib, tarif mangdirdilar shu. Asli shu. Keyin ondan bu badanning boshqa yerlarini jinlar qilib suyuqlik silishni hukmi deb atagan. Asli shu maqat yo'liga qilingan kirizm doğrusi. Ağ tarafga shunda suyuqlik bilan sasa, avsta'ata bu buniga bir narsani tishgan bo'ldi. Buniga doğru tinsa, albatta og'ziga bir narsani tishini avjara deydi. Shun saud degani buni tinitilgan dora, vajur degani og'ziga tinitilgan dora. Aw aqtara fi uduni yoki quliqiga doğru tinsa, ev dava caifatan yoki mush badanning ishiga qadar o'tib ketgan yara zidi bo'lsa, shuni doğrulan davolabdi. Jaifa degan badanga cho'nqir chirib ketgan, masalan pichoq tiqsa bu jaifa bo'ldi. Yani bir ya eshitib qolsa bu mujaif bo'ldi. Badandagi lekin boshqa emas. Shunda kamolab qolgan yoki yeri qilib ketgan, ya pichoq tiqilgan bo'lsa shunda tishib ketgan yerga doğru qo'ysa, doğru tiqsa, aw ammatan yoki besh yerlik ketgan bo'lsa, bu yeriqning darajasi amma degan. Biz boshning yerilishini 10 turli degan. Shunami muvattadu qonunisining bormi? Yani boshning yerilishininki darajasi qarab 10 xil ataydi. Shariat jinoiy ishlar qonunida. Simhaq, al-amma, ad-dami'a, yani shijaj deyiladi. Anwa' shijaj. Amma degan ay ummud dimoqqa yetgan. Masalan, mansining qatda ko'rinib qolgan degan. Shunda darajalik 5 yerlik ketish bo'lsa, fawasala ila jawfihi. Yani dava caifatan fawasala ila jawfi. Badaniga cho'nqirlab kirib ketgan zaxmni tushirib qolsa, shuni doğru ishlatsa, shundan bu badanning ichiga bosadi. To'g'ri. Mushun oyog'ida fawasala ila jawfihi aw dimaghihi dam. Aw dimaghi ba'zi nusxada bor. Bizning maktabda yo'q. Aw dimaghi asli yozib qo'ydi. أو دماغي يعني فوصل لفظا نشرا داوى جائفة فوصل الدواء إلى جوفه أو داوى آمة فوصل الدواء إلى دماغه دورا منصغا يتبالي çünkü منصغا قطقه كنا قاغن ama doğru şuna koygan iken bu qatqa tegdi bu doğru. Bu bir bedendan şekirgendek ahvol bo'ldi. Evtala al-hadida yoki bir tumirni judatdi, bir ton mah masalan. Ya shar ajnan aslini judatib qolsa, aw istaqa'a mil'a fihi yoki ig'ziliq to'lg'idak qasdan yandusa. Barmoqdan tiqib qasdan yandusa, ig'ziliq to'lsa. Agar ig'ziliq to'lmasa, mayli. O'sha ro'za buzilmaydi. Ya qasdanlik bo'lmasa-mo mayli ro'za buzilmaydi. Aw tasahhara yadhunnuhu laylan. Tang atmadi deb o'ylab qilib, zo'liq qilib qolsa, tang atgandan keyin zo'liq qilib qolsa, wal fajr tali'un aw aftara yadhunnuhu laylan va shamsu tali'atun yoki kun petib bo'ldi deb o'ylab qilib, kun patmagan chog'da ishtaq qolsa, فعليه القضاء لا غير. Yani yuqorqi ahvollarda hammasida hukm birdir.
Şu bir kunlik ro'zasi buzilgan bo'ldi, qazosini qildi, lekin kaffarat kelmaydi. Çünkü bunun da bu darajadagi gunoh yo'q bu ishlarda. Yuqorqi ahvollardagidek unda ig'ir gunoh yo'q deydi. Ya o dünya sebilen buldu to'g'ri. İnsanның sebilen emas. Ha? Bir hayvanның sebilen emas. Şahvat kandırış ayıqda inzal oldu. Eğer inzal olmuşsa, inzal olmasa üzülmeydi o denge, kaza kelmeydi denge. Xuddi masalan qabbala. Rızkı alatda so'yapti. Hiç şunmudi bo'ldi, rızkı ta'sir etmedi. Shunga o'xshash. Bu hamda Ramazonning hurmatini qilmaganlik ig'ir darajadagi ishlar bo'lmadi demoqchiga. Ma ayrışı Ramazonning ro'zasi buzildi. Ro'za buzilgach mushulmi dedi. Lekin a darajadagi emas. Tafsilotni o'qiylikmi? Ammal jima'u fima dun as-sabilayn. Endi bu masalaga tafsil kelsak, fima dun as-sabilayn. Bu odatda jima' hisoblanmaydi bu. Lekin bir sirkilishdan iborat. Yana al-bahima bu ikki ahvolda inzal bor edi, ma'al inzal mana. Yana wal inzal bil lams wal qibla. Lams qibla emas. Lams qibla bo'lgandan keyin inzal darajasiga yetgan. Bunda ahvolda biz qazo qilishi vojib bo'ladi, buzildi deymiz. Nima uchun? Fali qadoi ihda shahvatayn. Shahvatni ikki darajaga ayirsak, birinchi darajasi o'zi chiqqan bo'ldi deydi. Shahva kamila, shahva naqisa deb ikkiga ayiramiz. Ayol billi bo'lg'ini shahva kamila, ma ahvolda shahva naqisa. Wa annahu yunafi as-sawm. Ana bu ro'zni buzganlikka turganligi. Wala tajibul kaffara. Kaffaratni nima uchun vojib demidingiz? Yuqorqi ahvollarda degandingiz desa, li tamakkunun nuqsan fi qada'i shahva. Shahvat biz yuqorda bayon qilgan muftiratga nisbatan ma'noda tuvanli. U darajada emas. Şu bu ayol qilgan jima darajasida bo'lmaydi. Qada shahvada da naqs ahvol bo'ldi. Hatta mesela yapışın desekmi, yuqorida yapışishga to'liq kaffara qildi dedi-ku. Ay ig'ir kaffara qildi dedi. Ham yoda qulqqa dartimitdi. Ya buniga dartimitdi. Bu dartimitishda adam yapishgandek unda o'zira olmaydi demak. والاحتياط في الصوم الإيجاب لكونه عبادة. Yani bizim müşahvalda ihtiyat ile muamele kılgan bulunmaz. Roz tutuşta ihtiyat nemede ibaret? Roz tutuş vacip, yani kazasını kılışın vacip. Desek ihtiyat ile muamele kılgan bulduk. Likevnihi ibadet. Çünkü bu ibadet, ibadet doğaçka biz ada kılmayı kalsak, geldiğimizde kalıdı deb ensireymiz. Şuna bir gün kazasını kılsa deymiz. Ve fil kaffarat, kaffarat meselesinde ihtiyat nemede ibaret? Kaffaratni bika qilish şu ihtiyat oldu. Nima uchun? Ve fil kaffarat ad-dar'u li'anna min al-hudud. Çünkü kaffarat degan hududga o'xshash uqubat. Na'amkan idra'ul hududa bish-shubahat. Bunda sal azraq bir narsa kam bo'lib qolgan, shubulab qolgan ahvol bo'lib qolsa, biz kaffaratni bekor qilsak, ash ehtiyot, xotirjam bo'ladi shu. Qala wa amma al-ihtiqan wal-isti'at wal-iqtar fil uduni, mushunda doğru temitqan va doğru saqan ahvollarda al-ihtiqan aqmaqat yo'lga sug'luq yoshunda yog'dek jinaslarni silish. Wal-isti'at burniga doğru temitish, og'ziga doğru temitish. Wal-iqtar fil udun qulqiga doğru temitish. Ve dava'ul jaifati vel ammati. Bedendeki yaralar. Bedendeki yaraların içinde jaifa başının to'yindagi yara, amma başdagi yara. Lekin
Şu mığının qatqi ko'rlab qolgan qadar ig'ir darajada bo'lgan yara. Agar mığının qatqi ko'rlab qolmay, bunda beshining so'ng ko'rlab qolgan bo'lsa, o'janing ta'siri yo'q. Chunki u badanning ichiga kirmaydi deydi. Ma'lumda badanning ichi ishib qolgan chog'da dorim shunda temizsa shu ichiga kirib ketadi. Mushu ahvollarda fali usulil mufattiri ila daxil. Ro'zni buzutadigan ashuna dora ya suyuqlik tek bir narsaninki badanning ichiga yetib kirishidan iborat. Va huwa ma fihi maslahatul badani min al-ghida'i aw ad-dawa. Bu mufattir nima desa, g'izo olsun, dori darmak bo'lib qolsin, ay badanga foyda qiladigan narsa bo'lib qolsa, badanning ichiga kirib qolsa, ro'za buzildi. Qala sallallohu alayhi vasallam al-fitru mimma dakhala. Ro'za buzilib ketish degan kirgan narsadan bo'ldi degan bu hadisga asosan. Ya. En az miqdorda yetishimi o'xshash. Al-fitru mimma dakhal. Bu Buxoriyda kelgan. As-sawmu mimma dakhala va laysa mimma kharaja. Bu mavquf kelgan rivoyat. Walau aqtara al-ma'a fi udhunihi la yuftir. Suni qulog'iga demasa, yuyingan chaqda masalan, qulog'ini obdan juda yoki ko'ra suv quygan bunda ahvol bo'lib qolsa, la yuftiru li adam surati wal ma'na. Bu yerda ro'za buzilmaydi. Ikkisini ayirmoqda. Doğru temizsa buzildi. Yani suv temiz şu, badanga doğru temiz şu, sirkish mumkin deb tushunama. Lekin tartag'an chog'da shu sirkitdi-ku debdi, yoki suv o'xshamaydi deb chiqadi. Ikkisini ayirdi. Suvning hukmi boshqa, doğruning hukmi boshqa. Maslahatul badan minal g'ida'i va ad-dawa. Miyada suvning hukmi ro'za buzilmaydi, li'adam surati wal ma'na. Li'adam sura degani kishi bir narsa kirmadimi? An ma'na degani buningdan bu foydalanib, bahr oldimi degan narsa. Bevosita unda foydalanib ketmaydi degandek bir mazmun deyish mumkin. Lekin mush masalada suvningki quloq qo'yilish masalasida Hanafi mazhabda ixtilof bor. Bu ittifoqga o'rin emas. Hozir maktabda, ixtiyorda quloqqa suv temitgan ahvolda ro'za buzilmaydi dedi. Hidoyatimiz shunday degan. Lekin bizning o'tgan dars chiqqan Qodixonda ro'za buzildi deb qaraydi. Chunki bu o'zining qasdan bir ishi bilan suvni temitdi, bu suv do'ri bo'lgandek badanning ichiga yetib bordi. Lekin suvning masalasi Hanafi mazhab ulamolari ixtiloflashib qolgan. Bi xilafi duhni li wujudihi ma'nan. Yani ma kitap kagini sulan doğru o'xshamaydi. Suvni quloq temizsa ro'za buzilmaydi, lekin mayni doğru temizsa ro'za buzildi. Li wujudihi ma'nan. Yani li wujudil iftari ma'nan demek. Yani shada ig'iz etish degan narsaning mazmuni bor. U bo'lsa islohud dimog. Chunki bu yerda darhol buningga to'g'ri temizgan ekan, beshi og'rigan bo'lsa g'achchida o'ngshiladi yoki bir saqish bo'lgan. Ma'na degan darhol buning foyda qilishi desak, li adam sura degan darhol badanning ichiga kirgan ahvol yo'q deyishimiz. Quloq kirdi, lekin badanning ichiga shart kirib ketgandek ahvol yo'q deymiz demakchi. Ama doğru olab qolsa, badanning ichiga shart sirkatmisimi, doğruni temitgandan keyin shu quloqning tashqi darvozasi oldi tursimi, menga ta'sir qiladi. Ya, Hanafi mazhabda bo'lmaydi. Qurashlar ro'za buzmaydi. Faqat bunda nima bo'lib qolsa, shaqa shu tomchilari uchib yuradigan narsalar masalan masalan par deymiz yoki ushshaq chizilgan dorilar qishqilda chizilgan nafas yo'lini ochilgan dorilar mushunda ba'zi ulamolar o'z buzildi chunki bu tomchi oz bo'lsin shunda nuqulma ig'izning galini bir tomchi bo'lsin o'tib ketdi yoki bun orqali yana kanayda o'tib qoldi deb buzildi deydiganlar lekin hozir ko'pincha ulamolar buzilmaydi deb qaraydi. Bakak deydim abi. Bakak.
ungacha. Hazır nerede? Biz Hanefi mezhebinin nimiz boyunca mansab Hanefi mezhebda doğru zaten şu derhal qaydı qilib qaydilingan bir ish bo'lib qolsa buzildi degan siziqda ma'lum. Lekin boshqa ulamolar misol azodrak qilib yeb ichgan g'izo yoki bunda tamoq nimasi bo'lmagan ekan buzilmaydi. Tavachesi buzildi. Nima uchun? Tamakininki orqali nikotin badanning ichiga kirdi. Nikotin moddasi bor bunda. Biz yo'lda ketib borib chang tuzdan bo'xonoq masalan yoki kauchning oldini o'tib qolsak isi kirib qoldi mayda. Lekin birisi qasddan tutashtirib ichiga tassa nikotin ichiga chiqadi. Uning moddasi bor. Yani nikotin bir modda bu. Cheki verse o'pka yo'llari kana yo'llarda qop-qora nima kira o'g'laydan gapirdi. Qop-qora. Mas kanning ichi bir yil ishlasa qanday bo'ladi? Undan qaqsaq tushgan narsaga ayında bir narsa bog'laydi. Nikotin. Tabiiy ketganmi o'zi tamchilatdi. Bu ham badanning ichiga kirdimi deb ketmaymiz deydi. Ladim so'ra. Lekin sirt bo'lgan taqdirda bu isloh nima unda bu narsa bo'lmaydi. Lekin do'ralab qolsa darhol ta'sir qiladi. Hozir shunda do'rlar. Masalan, hozir qishbalan qizitmasini pasaytirish uchun oqisab qo'yilgan klizma, ihtiqon, shu narsalar darhol qizitmoqchi. Boshqa yerlar davolayashdi. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يفسد الصوم في الجائفة والآمة صاحبان جائفة والآمة مش إشكي yarısı bedenin işi kadar ötep ketken yardağa doğru seyret davalsak ruhsu buzulup ketmeydi o depti. لأن الشرط عندهما الوصول من منفذ أصلي. Çünkü o işkeylerinin özünde bu bedenin işi kirgen nasa eğiz değilmezden. Normal adetteki yoldan kirse andan ruhsu buzulup deyimiz. ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء. Yani bir taraftan şek olup kaldı. Yani bedenin içine yetip bağlılığımı daha biz şekteyiz. Çünkü biz eşeğe doğrunu sağsak ya talqandek doğru buluşu mümkün ya ki mayga okşaş doğru buluşu mümkün. Aşın sağsak. Vasara kelyabis. Aynı doğrunu sağsak bu esli bu esilip bağın yara ne tavu başka. Mesela bıçak tutulgan bolsa şu bir neçe milli bir arılık olgan bolsa azırak darınsına qanıklar içige berip qo'ysa bu nimani sirtdan etib o'tishi mumkin kaman. Undan ki bölümge o'xshab qoldi bo'lsa suyuq yoki unda shilash bir do'rin sasaqmi yaraning ichi tavu başka bu xuddi bir quruq do'rini sep qo'ygandaklar. Mesela sopunun bir parçasını kılıplamda sep koysak şu an evzini itiklam turduğu. Şunda tuğandaki bir ahval var. İçige çoğunkurlap kirketmesi mümkün deydi. Ondan ki biz şekilde kaldık hazır. Muşu sağan dara aş içi kadar. Mesela jigin santa şaktıkan boz jigin santa sibadım olsa. Belki 2 santıda toxtab qalgan bolsa ya 1 santıda toxtab qalgan bolsa mümkün deb şaktık kaldık deb qaraptı. Eğer quruq doğrunu sağgan bolsa bu kişiga çoğunlab kirib ketmaydi. Shunga o'xshash bo'lishi mumkin. Walahu yani lil imam Abi Hanifa amma rutubat ad-dawa'i idha ijtama'at ma'a rutubat al-jirahati izdada sayalana. Mayalana deb tomanda, lekin sayalana desanlar bekrak muvafiq. İmam Abu Hanifa debdi doğrumu bir xil nam suyuq yoki shunda ho'l doğru bo'lib qolsa yaridiki bo'lgan namlik bilan birlashsa bu oqadigan ya ishiga saqib ketadigan bo'lib ketadi deydi. Batil. Faysl. Undan keyin shunda ixtlam ta yarining ishiga cho'nqilib kirib ketadi. Undan ishiga yetib boradi. Bixilaf liyabs quruq doğru bo'lib qolsa unda emas. Li'annahu yunashshifu rutuba. Çünkü o yerdeki nemlikni purtuydi. Fayansaddu famil jiraha. Yerdinki eg'izi itib qoladi. Qala mashayixuna
Maşayihlar da bunu xulosat tutdi. Ha şeydan mashayix emas, ashab. Makinkilar bunun shogirdlari mashayixlar dabtu wal mu'tabaru indahul wusulu. İmam Abu Hanifa'nın nazarida hisob qilindigini yoki qasil nima desa, shu doğrudanki yetib birish bo'lmas. Hatta law alima bi usul al-yabisi fasada. Şuna quruq doğrumi ichkiriga yetib borsa buzildi. Yo'q bu quruq doğra bu buzilmaydi deb turolmaydi. Adatan quruq doğra yetib bormaydigan bo'lgach shunda degan emas. Walaw alima bi adam usul ar-ratb la yafsud. Namna solab qasimi cho'nqurlab şey sirketmegen ahvalda yana buzilmaydi deb qaraydi. Demak bu İmam Abu Hanifa'nın mazhabining ölçüne bekitip turibdi bu mashayixlar. Qala wa amma idza ibtala'a al-hadida fali surati al-iftar. Anda tümüne yutayotgan ahvolda bu yerda ig'iz echish deganda ahvol ko'rildi deydi. Shaklan vujud qilishdi deydi. Ya'ni bayatında so'ra degan so'z nima ekan? Kishi bu narsa kirdimi, kirmadimi? Kirdi. Ma'na degani buningdan bu foydalanib, bahr oldimi, olmadimi degan narsa. Misal iftar ashu shar yoki mixtak narsa ishi kirdimi, kirdi. İftar bo'ldi deymiz. Wala kaffarata lin'idamihi ma'nan. Bu yerda buningdan bir huzurida badan foydalanib, fiqa ahvol bo'lmag'achqa, ya'ni iftarning mazmuni vujud chiqmagan bo'lg'achqa kaffarat kelmaydi deymiz. Bu shar qasddan tutsa buni bir tasavvur qilib bo'lmasin mumkin. Lekin bu kitobda shunday nimga chiqishmasin. Ba'zi kitobda deyishim ki bir olma kutun tutsa yoki bizning qo'sqini nayza tiqilib ketsa bu nayza shu kun tursa ro'zi bizlamdi vasalal javf masalan. Bu oyat mavzuq ko'rishi bir vaqt adam ro'zini buzmasligidan balki necha masala bo'lishi mumkin. Ya uxlayotgan odamning bir tal uzumni shunda asa qachida kanidan chirib ketsa qanday bo'ldi? Har xil gaplar bor. Qala wa amma idza istaqa'a mil'a fihi. Endi og'ziliq to'lgan darajada qasdan yandusa ro'z buzildi degan to'q. Fali qawlihi sallallohu alayhi vasallam man qa'a fala qada alayhi va man istaqa'a fa alayhi qada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yandırıp sağsa qaza ketmaydi, yani ro'za buzilmaydi. Va man istaqa'a qasdan yandugan kishi qaza qilish lozim degan bo'lg'achqa. Wa ruwiya zalika an Ikrimata marfu'an wa mawqufa. Bu Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis. Wa ruwiya zalika an Abi Hurayra radhiyallohu anhu marfu'an wa mawqufa deyish lozim. Hatta ismini de qo'yishadi. Muhammad ibn Sirin Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan deb rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunda degan deb sahobaning so'zi shaklida rivoyat qilingan. Wa inna Muhammadan wa Zufar rahimahumulloh yufsidu wa illam yamla al-fam. Qay qildimi? Yanduganliklar og'ziliq to'shmusimi ro'zi buzilib ketdi deb bo'sh kelgan. ولم يفصل بينهما في ظاهر الرواية لإطلاق الحديث. ظاهر الرواية إذلق تولسا تولمسا داب عند أيرمغان. Çünkü hadiste men istaqad diyor mil alfam illam yamil alfam degan gap yo'q. Lekin zahir rivoyatda qasdan yandusa yoki qasdan bo'lmasimi unda yandurib salsa deb ikki ahvol bilan bayon qilgan. Lekin izliq to'shash unda gap yo'q. والصحيح الفصل أم تغرسه مش أيرش لازم من الفم وغير من الفم داب أيرش لازم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة مش دا أيرش إمام أبو حنيفة الحسن بن زياد في رواية شو نمشون لأن ما دون من الفم تبع للريق çünkü إغزي طلمغان أهوال دا أزغن بالناس لبقاسة بو تكرك كتابة بالناس كسي كنا بر تكرك پیداوانده بالناس كما لو تجشأ bu xuddi kekirgandek ahvol wala kadalika mil'ul fam lekin og'ziliq to'lgan ahvol buni o'xshamaydi
قال وأما إذا تسحر يظنه ليلا والفجر طالع تانت بوغندن كين تخ تانتمدي داب sohurluk yapsasa yoki أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة kun taqpatmagan holatda kun petib bo'ldi deb erg'echib tutsa فإنما يفطر لفوات الركن وهو الإمساك bu erg'echayotgan yani biz shu ro'za tutishga bekitgan orliqda erg'echayapti bu shu al-fajr al-thani dan tartib g'urub ash-shams qadar bir narsa yemaslik lozimda bu shu orliqda yapsagan bo'ldi wala kaffarata lekin kaffarat kelmaydi liqiyam al-uzri çünkü bu yolda uzr bor va huwa adam at-ta'ammud yani qasdan qilmadi bu xato o'ylab qolgandek bir ahvol bo'ldi val kaffaratu alal jani kaffarat degan qasdan bir jinoyat qilgan kishiga keladi buning jinoyat shakllanmadi qala walau jumi'atin na'imatu wal majnuna uxlab qolgan ayol yoki sarang ayol bilan jimo qilinib qolsa fasada sawmuhuma yani ashkaylan ro'za tutdi majnun masalan sarang ro'za tutgan ahvolda ro'zani hisob qilsak fasada sawmuhuma uxlab qolgan va sarangning ro'zasi buzilib ketgan bo'ldi majnun aqila bo'lmagan ekan ro'za vojib bo'lmaydi sharti taklif bo'lmagan ekan lekin buni bunda tasavvur qilish mumkin aqila chog'da ro'zaga niyat qilib ro'za tutdi keyin tush vaqtlarida kunduzda saranglab qoldi shunday ahvolda sarang ro'za tutgan bo'lishi mumkin liwujudil mufattiri ro'zani buzilgan ahvolning bor bo'lganligidan wala kaffarata li'adami ta'ammud qasdlik bo'lmag'achqa bu kaffara bo'ldi gunoh yo'q qala walau istamna bikaffihi alqunlan ananizm qisa aftara liwujudil jima'i ma'na jimaning mazmuni yani qada shahvadak bir narsa bo'lganlikdan ro'zasi buzilib ketadi wala kaffarata lekin kaffarat kelmaydi li adami sura chunki bu yerda jimo qilish bo'lmag'achqa deydi bundan boshqa nima ro'zani buzilgan ishlar qatori kiramdo kirmamdo deb uxlab qo'ygan masalalardan masalan ukul silish yani mazhabning qoidasi bo'yicha qilsak ukul bilan ro'za buzildi aniq vasalal jawf lekin hozir majmual fiqh islomiy chiqqan qarorda ukul bilan ro'za buzilmaydi deb shuni tarjih qilgan uzuqliq bo'lsin uzuqliq bo'lmasin glukoz olsun tuz olsun yoki odatdagi suv olsun hammasi o'xshash degan ulamolar bor g'izo xarakteridagi ukul bilan boshqasini ayirgan ulamolar bor hozirgi mushu tavajjuh bilan desak shu ukul bilan bo'lib qolsa buzilmaydi ukul bilan buzilmaydi lekin bu odam ukul soldigan asl soldigan darajada jiddiy tutilishganda tushgan chog'da o'zi ichitish ruxsati bor normalda ukul soldirgan odam agar unda jiddiy bo'lmasa iftordan keyinga udullab ukul soldirishi shu to'g'ri agar jiddiy bo'lib qolsa u odam vaqtni udullanmaydi udul yotqizib achirib ukul soldi bu avvalda u odamning og'iz ichishiga ruxsat qilingan kasal deymiz kanaldosun buzulmaydi aftar al-hajim wal-mahjum degandek rivoyatlar bor deb ba'zi ulamolar buzilib turadi والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك